Assalomu alaykum. Akfa City kanali obunachilari. Xo'p, bugungi ishimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Toshkent MFga bo'ldi. Bu yerga 14 metrlik veranda olib kelib o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa ko'rishdan mumkin. Bo'ylari 250. Xo'p, katta ko'zlariga 6 li ayna qo'yib berganmiz. Kalyonli bo'lgan. Xo'p, bunaqa kichkina ko'zlari to'g'ri prasto ayna bo'lgan. Profillarimiz oq akfa alyumin bo'lgan. Tashqari tomondan xudo xolasa ko'rinishlari juda chiroyli holatda o'rnadi. Xo'p, eshiklarimizga bu tashqariga ochiladigan qilib beriladi. Shuning uchun xo'p, o'rta qayt balkondan foydalanganmiz. Ochilib yopilishlari xudo xolasa ko'rishlari mumkin. Xo'p, ichkari tomoniga 25 lik patagoniylarni qo'yib berganmiz. Xo'p, bu yerda ko'p ochilish shart emas. Konditsioner qo'yaman degani uchun xo'p, ikkita ochilish qo'yib berganmiz. Bu eshigimiz ichkariga ochiladi. Juda ham yengil. Balkonligiga qaramasdan xudo xolasa ko'rishlari mumkin. Yopilishlari mana shunday bo'lgan. Gubuk batib shu yerda. Xo'p, aytib o'tganimdek 14,5 metr uzuni, bo'ylari 245 bo'lgan. Xo'p, eshiklarimizni bo'yi xo'p 280-290 ikki xil bo'lgan. Ko'rishlari mumkin. Bu 14 metrga bo'ylari 2,5 bo'lgan verandamizni jami olib kelib o'rnatib berishimiz bilan xo'p 17 million so'm bo'ldi. Kimga shunaqa akfa eshikrom veranda kerak bo'lsa, qanaqa xizmat kerak bo'lsa bemalol murojaat qilib olasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib berishga harakat qilamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.